Tohir Buxoriy rahmatullohi alayhi aytadilar Xulosatul Fatovo kitobida, kim bir olimni zohiriy sababsiz yomon ko'radigan bo'lsa, uni dindan chiqishligi xavfi bor dedilar. Yomon ko'rar ekanda, bir olimni yomon ko'rar ekan. Ana shu odamni nimaga yomon ko'rayotganligiga ham e'tibor berishimiz kerak uni. Uni shaxs sifatida yomon ko'radigan bo'lsangiz, o'tda yomonlab yurmaydigan bo'lsangiz, qanaqa gap yo'q. Zero bir odam ikkinchi bir odam to'g'risida yaxshi ko'rishlik yoki yomon ko'rishlik borasida inson o'zi bu borada tanlovli bo'lmaydi. Yaxshi ko'rish ham, yomon ko'rish ham qalb ishi bo'ladi odatda. Shu qalbimizni isloh qilishligimiz kerak. Mana bu so'zlarni Mulla Aliyul Qori o'zlarini Sharhul Fiqhul Akbar kitoblarida aytadilar. Imom Ahmad rahmatullohi alayhi aytadilar, olimlarni go'shti zaharlangan. Luhumul ulamai masmumatun dedilar. Ulamolarni go'shti zaharli. Uni yeb bo'lmaydi. Ularni g'iybat qilib yeb bo'lmaydi. Man shammaha, kim uni hidlaydigan bo'lsa marizo, u kasal bo'ladi. Hidlasa kasal bo'ladi. Man akalaha mata, kim uni yeydigan bo'lsa o'ladi. Mana bu chiroqlarimiz, lampochkalar. Bu qanaqa qilib yoritayotgan ekan deb qo'lingizni olib borib, lampochkani yechib, qo'lingizni tiqadigan bo'lsangiz to'kuradi siz. Uni yorug'idan foydalanaveraylik. Yorug'ida o'tiribmiz, yorug'ida ish qilyapmiz, yorug'ida halol pokiza yo'lni tanlayapmiz. Ulamolarni shu tomondan foydalanaylik. Bu qanaqa qilyapti, nima qilyapti deb qo'limizni uzatadigan bo'lsak, o'zimizni to'kirib oladi. Imom Ahmad rahmatullohi alayhi mana bu so'zni aytganlarida qo'shib aytdilarki, kim olimga til tekkazadigan bo'lsa, o'zi o'lishidan oldin qalbi o'ladi dedilar. Ba'zi kitoblarimizda olimlarning orqasidan shunday g'iybat qilib yuradigan kishini oxiri oqibati jon topshirishligi qiyinroq bo'ladi deydilar. Shuning uchun ulamolar, qorilar nima qilyapti? Qur'on o'qiyapti, odamlarni yaxshilikka boshlayapti, tinchlik bo'lsin deyapti, to'polon bo'lmasin deyapti, birdamlikka chaqiryapti, ixtilof qilmaslikka chaqiryapti. Ularni shu sababdan yomon ko'rishligini o'zi aslida aqlsizlik.